O'rtoqlar, tichi artib tayyorlayman. Bilasizlarmi nimaga? Hozir men sizlarga shunaqa zo'r skidka qilib beraman. O'sha bayramlar ham yaqinda. Bu yog'iga hamma narsani skidka qilib, nabishni qilib sotmasam bo'lmaydi, bor. Men damashni tapchikalarni ko'rasizlarmi? Hammasini olib kirib qo'yib skidka qilib sizlarga 39 ming so'm qo'yib bermoqchiman. Qaranglar, bu yerda variantlar rassa ko'pda. Mana hamma polkadigini olib mana bu yoqqa taxlaymanda, hammasini 39 ming so'm qilib beraman. Variantlarni, rasvetkalarini ko'rasizlarmi? Qanaqa buncha chiroyli gullilaridan olib kirib qo'yganmiz 39 ming so'mga bitta Yandex puli ham emasda o'rtoqlar. Mana ko'rsanglar bo'ladi, har xildan olib kirib qo'yganmiz. Undan tashqari yetmay qoladi-yu, aziz skidka demaylar, juda ko'p qolib olib kirganman. Buni ham mana men bilan xullas hammasi, mana shu ko'rgan hammadan mashinagilarni 39 ming so'mga tushirib qo'yaman. Ha, bu skidkalar Andijonga ham amal qiladimi yoki onlaynga ham amal qiladimi deyishinglar mumkin. Andijon filialimizda ham 39 ming so'm mani ko'rsatvorasizlar. Onlaynga ham 12 viloyatga dostavka qilib chiqazib beramiz. Mana shu turgan hamma damashni topib chiqamiz. Mana rasvetka juda ko'p olib kirganmiz. Aynan bahorga moslangan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqga chiroyli qilib taxlab qo'yganmiz. Mana oldilari ochiq, mantlari ham ochiq modellarda. Shunaqa ixchamgina maza qilib kiyishli bo'lgan damashni tapchikalarimizni 39 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. 12 viloyatga dostavka ham qilib beramiz. Xohlasanglar kelib do'konimizdan olib ketsanglar ham bo'ladi. Shoshilinglar.